مختصر منهاج القاصدين İmam İbn Qudama el-Maqdisi Pilalg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Layihalaguchi A. Aqhun 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım basilishi İstanbul Nəşr huquqi Sajiya İslam Tadqiqot Markaziga tava. Har qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Ilm o'rgatishning fazilati. Ilm o'rgatishning fazilatini bildiradigan hadislardan Sal ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhuga Alloh taolaning sen sababli bir kishini hidoyat qilishi sen uchun nurg'un qizil to'gilaring bo'lgandan yaxshidir degan. Yuqorida Abu Umama Bahiliydan rivoyat qilingan hadisdan boshqa yana Ibn Abbas radhiyallohu anhuma kishilarga yaxshilikni o'rgatguchiga barliq jonliqlar, hatto dengizdagi baliqlarmi mag'firat tilaydi degan. Savol: Niçin baliq jinida yaxshilikni o'rgatguchiga mag'firat tilaydi? Javob: Chunki ilmning foydasi barliq narsalarga, hatto baliq bilijonlargacha umumiy bo'ladi. Olim ilm orqali nimaning halol, nimaning harom ekanligini biladi va hamma narsaga, hatto bo'g'izlanadigan hayvonlardan baliqlargacha yaxshilik qilishga tavsiya qiladi. Shunga Alloh taolo olimlarning yaxshi amallariga mukofot sifatida barliq maxluqotlarni olimlarga mag'firat tilashga ilhom qiladi. Sahihaynda Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolo meni vasila qilib avatgan hidoyat va shariat ilmi go'yoki zaminga yoqqan mo'l yomg'irga o'xshaydi. Ba'zi yerlar munbat bo'lib, yomg'irni o'ziga singdirib, turli o'simlik va o't-cho'plarni undirib berdi. Ba'zi yerlar giyoh unmas, suv singmas titirliq bo'lib, suv yer yuzida laylab turdi. Alloh taolo uningdan bandalarni manfaatlantirdi. Kishilar u suvdan ichidi. Uning bilan uloqlarini va ziroatlarini sug'urdi. Yana bir qism tuzlang, sho'r yerlar bo'lib, ustida suv turmaydi, giyohmi unmaydi. Yuqoriqilar dal Alloh taolaning dinini tushunib, Alloh taolo men bilan avatgan ta'limotdan foydalanib, uni o'rgangan va o'rgatgan kishi bilan aksicha takabburlik qilib, u ta'limotga baxmagan va Alloh taolo men bilan avatgan hidoyatni qabul qilmagan odamning misolidir. Hayot. Ay Allah rahmat qilgur. Qarig'ina, hadisdagi nima degan yorqin o'xshatisha? İdrak egilari bo'lmuş faqihlar haqiqatan ba'ayni suv singishchan, o't cho'plar bo'liq o'sgan zaminga o'xshaydi. Chunki ular ilm egisi, tushungan, yakuniga boy va boshqalarga o'rgatguchilardir. Gerçi faqihlarchilik cho'nqur tushuncha va fiqh ilmiga voqif bo'lmasmi, hadislarni to'g'ri naql qilib berguchilar ba'ayni suv saqlaydigan titirliqqa o'xshaydi. Ulardan kishilar manfaatlanadi. Lekin tan durust turibmi ilm o'rganmaydigan, yodga olmaydiganlarmi bor. Ular nodon qara xalqdir. Hasan Basri Alloh uningga rahmat qilsin. Agar olimlar bo'lmas edi, kishilarning hayvondan farqi qolmaydi degan. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ilm o'rganinglar. Chunki Alloh uchun ilm o'rganish Allohdan qo'rqqanlikdir. Ilm talab qilish ibodatdir. Ilmni o'zaro dars qilishish tasbihdir. Ilm haqida izlanish jihoddir. Bilmaydiganlarga ilm o'rgatish sadiqa, ilmga loyiq kishiga ilm berish Allohga yaqinlashtiradigan amaldir. Ilm yolg'izlikda ulpat, xoli qolganda do'stdir degan. Ka'b Alloh uningga rahmat qilsin aytidi. Alloh taolo Musa alayhisalomga vahiy qilib: "Ey Musa,
yaxshilikni o'rgangin va uni kishilarga o'rgatgin. Мен yaxshilikni o'rgatguchi va uni o'rganguvchining qabrisini yolg'izlik his qilib qolmaslik uchun nurlantirib beraman degan.